Assalomu alaykum hammaga. Bugun 25-mart 2026-yil. Toshkentdan yemlarimiz keldi. Bu setkani ham oldik. Bu xaltada apilka bor. Apilka bilan setkani nimaga ishlatishimizni videoning oxirida ko'rsataman. Yemlarimiz keldi Toshkentdan. Leyla opadan. 3 kun deganda yetib keldi. Bizni kuzatib boring. Hozir qolgan narsalarni ham ko'rsataman. Bu yerda qo'y bor edi, qo'ylarni chiqardik, doriladik, oxaklab. Endi yerdan erkak quyonlarga joy qilyapmiz. Erkak quyonlar bemalol turgani yaxshi. Endi bu ham vaqtincha setka zakaz qilamiz Toshkentdan. Setka kelsa, setkali qafasimiz tayyor bo'lguncha yerda yashab turadi bular. Hozir buni ham Xudo xolisa videoning davomida tayyor holatini ko'rsataman. Bu yerda vaqtincha erkak quyonlar turadi. Mana bu yerda setkadan, temir setkadan qafas yasaymiz bu yoqqa. Keyin qolgani bu yoqda yana dalshi davom etib ketaveramiz. Joy katta, Xudo xolisa quyonxonani kengaytiramiz. Bizni kuzatib boring, like, obuna bo'lish esdan chiqmasin. Sizlarning layklaring, obunalaring bizning mehnat qilishimizga ilhom bag'ishlaydi. Bizni kuzatib boring.